Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi video roligimizda taniqli xonadon hamda xonanda Shuhrat Qayumov hayoti va ijodi haqida gaplashamiz. Shuhrat Qayumov oilada to'ng'ich farzand bo'lgan. Shuhrat Qayumov bolalikdan san'atga qiziqib boshlagan. Maktabni bitirgach Toshkentga kelgan. Manon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at oliygohining drama teatri va kino aktyorligi fakultetida tahsil olgan. Qahramonimiz o'z faoliyatini 1989-yilda Navruz milliy etnografik teatrda aktyor sifatida ish boshlagan. 1990-yildan boshlab O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida suxandon bo'lib ish boshlagan. Shuhrat Qayumov xonanda sifatida 1990-yillardan ijod qila boshlagan. 1993-yilda Anor nomli televizion qo'shiqchilar tanlovida ilk bor ishtirok etgan. 1996-1997-yillarda yosh xonandalar o'rtasida o'tkazilgan tanlovlarda ishtirok etgan. 20 ga yaqin albomlar chiqargan va bir necha bor o'z konsert dasturlarini taqdim qilgan. Xalqimiz orasida Onajon, Siz o'shamu, Netay, Bu hayot kabi qo'shiqlari juda ommalashgan va hozirgacha sevib tinglanadi. Shuhrat Qayumov Ohangrabo, Tarannum, Assalom O'zbekiston va boshqa ko'plab teleko'rsatuvlarda boshlovchilik qilgan. 2004-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'lgan. Shuhrat Qayumovning 2 qiz va 3 o'g'il farzandi bor. 2020-yil 22-sentyabr kuni 51 yoshda vafot etgan. Shuhrat Qayumovning vafotidan so'ng biroz muddatdan keyin uning turmush o'rtog'i ham vafot etgan. O'tganlarning oxiratlari obod, joylari jannatdan bo'lsin.